أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz bugungi darsda kitobimizning 4-qismi ya'ni shariat ahkomlari shariat nususlarini yakunlashdan xulosalanib chiqqan qoidalar haqida so'zlaymiz. Biz oldingi darsda shu qoidalarningki birinchisi ya'ni al-maqsadul am min ash-shari'a yoki min at-tashri'a. Shariatningki umumiy maqsadi, naslarning umumiy maqsadi haqida to'xtalib darsni oyoqlashtirgan edik. Endi bugungi darsimiz ya'ni ma huwa haqqulloh va ma huwa haqqul mukallaf. Hamdalika biz burundan tortib haqqul abdi, haqqulloh deb bir atalg'ular bizning kallamizda bor. Endi bugungi darsimizning doirasi aningdan kengroq. Masalan, biz bayatın degan atalg'udan tushunchimizda bizningki muomalatlarimizdagi haqlar bandalarga munosabatli bo'lib qolsa, buni haqqul abdi Allohga munosabatligini banda bilan Allohning o'tirdiki, banda bilan Robbining o'tirdiki masalalar bo'lib qolsa, biz buni haqqulloh deb tushunib kelgan burundan yoki bir qism shunday tushunadi bir qism kishilar. Ammo bugungi darsdagi haqqulloh va haqqul mukallaf aningdan amroq yoki doira jihatda ikkisi boshqacha doirada. Ya'ni bizning kitobimizdagi umumiy ma'lumotlar ahkam amaliya to'g'risida bo'lg'achqa, al-ahkam al-amaliya to'g'risida bo'lg'achqa, ma bugungi haqqulloh deganimi shu al-ahkam al-amaliyani cho'radigan asosda. Haqqul mukallaf deganimizmi, ya'ni shu al-ahkam al-amaliyani cho'radigan asosda. Ya'ni taxmin izohlasak, shariatda belgilangan bir qism hukmlar, halol haromlar, had hududlarningki xarakterini bekitishda ayrıladigan ikki turini ko'rsatadi. Buni tushunish to'g'ri kelib qolsa, nurg'un ahkamlar, nurg'un had hududlar, nurg'un mazmunlar agar qaritilma jihatda bandaning xolis haqqini qo'g'dash uchun, ya'ni biz birinchi qoidani oldingi darsimizda shariatning umum maqsadi masalihni qo'g'dash dedik emasmi? Bugungi darsda shu asosda şu dairadan cho'gilab turib tahlil qilamiz. Oldingi darsimizdagi umum darsning mazmuni dinning asosiy maqsadi masalihni qo'g'dash edi, kishilarning masalihini qo'g'dash edi. Shu masalih nuqtasidan agar maslaha ya'ni maslahani asos qilib kelgan nususlar, ahkamlar bevosita fardningki, shaxsningki maslahasini nishonlagan bo'lsa, bu xildagi hukmlar yoki bu xildagi had hududlar, bu xildagi taklifatlar haqqul mukallaf bo'ladi. Ya'ni o bandaga munosabatli bo'ladi. Buning ergashma hukmlarimi, ergashma ba'zi majburiyatlarimi yoki ergashma ba'zi natijalari bandaga munosabatli asosda aylanib chiqadi. Agar shu naslar yoki shu ahkamlar, shu had hududlar, shu vojibatlar jamiyatni asos qilib turib, umumni asos qilib turib, shaxs emas, balki ommaviy manfaatni asos qilib turib, cho'rdagi asosda o'tirib qo'yilgan kelgan bo'lsa, bu xil maslahani haqqulloh deb ataymiz. Ya'ni bugungi darsdagi haqqulloh, haqqul mukallaf, elaqa banda bilan bandaning o'tirdagi ilm bilimdagi haq yoki Alloh bilan bandaning o'tirdagi banda ado qilish tegishli haqlar ma'nodan sal omroq, ya'ni ahkam nuqtasidan yoki cho'nroq, texmi kengroq desak, dinning maqosid nuqtasidan. Dinning maqosidini biz oldingi darsda degandek bir masalihul ibod dedik emasmi? Shu masalihlar manfaat shaxslarning cho'rdiga asos maqsad qilingan bo'lsa, shu asosda ahkamlar yurgizilgan bo'lsa, shu asosda nususlar kelgan bo'lsa, shu asosda had hudud vojibatlar belgilangan bo'lsa, bu xil maslahani asos qilgan ahkam yoki hukm haqqul mukallaf bo'ladi. Agar bu had hududlar jamiyatning tartibini qo'g'dash, masalan, jamiyatning manfaatini asos qilib, jamiyatning zararini dafa qilish, jamiyat asos bo'lib qolsa, ya'ni musulmonlar jamiyati asos bo'lib qolsa,
bu xildagi hududlar, vajibatlar, ahkamlar, nususlar nimaga tava bo'ladi? Haqqullohga tava bo'ladi. Endi buni ikkiga ayirib muomala qilishda, chunki buning oxirida chiqadigan bir natijalari bor. Haqqullohga qiladigan muomala bor. Mishada jamiyatning haqqi degandan keyin biz bir narsani tushuna olamiz. Bu yuksak haq bu. Shaxsning haqqi degandan keyin bir odamga munosabatlik haq. Bu ahkamlarni yurgizish yoki bu hududlarni yurgizish yoki bu xil taklifatlarda xolis shaxsning haqqi bo'lib qolgan yerda masalan shu shaxsga bog'liq bo'ladi. Agar shaxs shu haqdan o'zsa, masalan, o'zining manfaatidan voz kechsa, ba'zi o'zgarishlar bo'ladi. Ammo jamiyatga munosabatlik tarafda hech qanday shaxsninki jamiyat nomidan, hududdan, vajibatdan, ahkamlardan tushirish haqqi bo'lmaydi. Ma nuqtadan bu shaxslarning qo'lidan elib olingan bo'lg'achqa bevosita Alloh nisbat berilib, Allohning haqqi deb atalgan tarafimiz shu. Aqalli farqi mavjud. Shaxslarning haqqida bu shaxslarga ham munosabatlik bo'lg'achqa shaxslar tushpasi bo'ladi buningdan. Hozirgi masalaga darsning oldida berayotgan qisqa tushunchada. Ammo mujtama umumning manfaatiga kelgan vaqtda hech kim umum vakillik qila olmaydi. Shunga hech kimning tushirish huquqi olmaydi. Shu nuqtadan ma'laqa uning qudsiyatligini ifodalash yoki uning tushpagilolmaydigan, chaqilolmaydigan qizilsizlikni ifodalash uchunmi buningga haqqulloh degan atalg'ini ishlatdi. Jamiyatning haqqi Allohning haqqi. Jamiyatga munosabatli ishlar Allohning ishi. Buningda bandalarning aralashish huquqi olmaydi. Bular shaxslarningki. Hech kim mayli qancha bo'lib kelsin, hech kim jamiyatga vakillik qila olmaydi. Ma nuqtadan mushu xarakterini tushunib olsak, ma'nodan keyin keladigan mazmunlar oddiy. Chunki masala ikki dilam to'xtamaydi. Haqqulloh, haqqul mukallaf dilam to'xtamaydi. Balki xarakter jihatda ikkiga ayrilsa-mu, lekin tafsiliy ayirgan vaqtimizda haqqulloh, haqqul mukallaf majtama'a fihi haqqan, ya'ni ikki haq bor. Haqqullohim bor, haqqul mukallafim bor, lekin haqqulloh ortiq. İki haq jug'lashgan, ikki haq o'rtaqlashgan, ammo haqqul mukallaf ortiq degandek tafsiliy ayiramiz. Shu vaqtida biz hozir degan xarakter bo'yicha ish tutilsa bo'ladi. Haqqullohdan chiqarilmaydi. Haqqul mukallafdan shu mukallaf tutsa bo'ladi. Mush nuqtadan ikki haq bo'lib qolgan, qaysi ortiq bo'lib qolsa, shuni xarakteri tatib ketadigan gap. Ma nuqtadan shu men bayatdan ikkisining xarakterini so'zlab. Agar mushu nuqta hozir kallamdan o'tib, mushu masalani tushungan bo'lsanglar, mencha darsning mazmuni oxirida deb qarasak bo'ladi. Chunki darsning umumiy mazmuni mushu nuqtani isbotlamoqchi. Qani bizlarga tafsilotga kirib boqaylik. Ya'ni kundagidek Abdur yana bu temada oldi bilan bizga xulosalab katakchining ichiga qizil rangda bir darsning xulosasini ba'da biz mush xulosasini kirib olgandan keyin tafsilotlarga kiraylik. Abdur davatudu af'alul mukallafin allati ta'allaqat biha al-ahkam ash-shar'iyya. Ya'ni shar'iy hukmlar bog'langan mukallaflarning ish harakati chekdi. Agar shuningdan maqsad jamiyatning umumiylik manfaati bo'lib qolsa, ya'ni bir ahkam keldi, yoki bir ishlarga bir ahkam belgilandi, ma'ning hududi mavjud, ma'ning hukmi mavjud, ma'ning vojibati mavjud. Buningdan maqsad umum jamiyatning manfaati bo'lib qolsa, buning hukmi xolis Allohning haqqi. Allohning haqqi degandan keyin ham laysat lil mukallaf fihi xiyar. Shaxslarningki bandalarning buni ixtiyori qolmaydi. Bu ishlarni ijro qilish valiyul amri. Shu jamiyatdagi Allohning hukmini ijro qiladigan ish egalariga tushudir. Agar shu ahkam shu ishlardan maqsad xos mukallafning haqqi bo'lsa, mukallafning maslahati bo'lib qolsa, demak, masala shaxsga bog'langan vaqtida buning hukmi xolis mukallafning haqqi. Shaxsning haqqi. Shaxsning ixtiyori bor. Va lahu fi tanfizi xiyar. Ijro qilishda shaxsning ixtiyori qabuludi. Bu ishki turma, ama cho'ng ishki tur. Bundan shaqchilanib chiqadigan tarmoq turi kelsak, agar shu ish hukmlardan maqsad jamiyatningmi va shaxsningmi bil haqqi mukallaf ma'an. Ama jamiyatning haqqi buningda sal oshkorroq degani ko'proq. Albatta, fa haqqulloh fihi al-g'olib. Buningda ko'pincha Allohning haqqi qariladi, xarakter jihatda Allohning haqqiga muomala qilgandek muomala qilamiz. Abturdavatudu va hukmuha. Bunda ahkamlarning hukmi Allohning xolis haqqi bo'lgan narsalarning ishlarning hukmiga o'xshash. Aning xarakteri beriladi. Agar
mükellefning haqqı yuqoridagi ikki haq tang bağırın mükellefning haqqı sal zahirroq, ya'ni ko'proq, oshkorroq bo'lib qolsa, bu vaqtda mükellefning haqqi g'olib bo'ladi. Buning hukmi mükellefning xolis haqqining hukmiga o'xshash. Mana masalan oddiy masala. Shuni tushunsak bo'ladi. Ammo atalg'ini to'g'ri tushunsak, bizga nisbatan qiyin emas. Ya'ni buradagi bandaning haqqi Allohning haqqi degani bizning burun kallimizda bor bo'lgan haliqi tushunchalarni cho'rib o'tib, ayrim bir ta'bir berish kerak hozir. Yani şahsın hakkı, cemiyetinin hakkı. Muşu bunu düşünsek, cemiyetinin hakkı hiç kimden uçup duruş hukuku yok. Cemiyetinin halis hakkı ve cemiyetinin hakkı köprek urununu igelligen her kandak haklarda hiç kimden uçup duruş hukuku olmaydı. Ama şahsının hakkı ve şahsının hakkı köp urununu, yani köp pirsenini igelleydiğen her kandak haklarda şahsının uçup duruş hukuku, eğer Tuluk halis hakkı olsa tuluk hukuk oludu, kısmen hakkı olsa kısmen hukuk oludu. Şunun qarab ayrıldı degan gap. Endi qolgan tafsilotiga kiraylik. Darsning oxirisi va qiyin emas savoqdoshlar. Endi birinchi qoida, ama birinchi qoida gapni boshlashning sababi, chunki bizning hozirgi haqqulloh haqqul mukallaf degan mazmun birinchi qoidaga bog'lanadi. Chunki birinchi qoidada biz masalih dedik emasmi? Masalihniki qaratilmasiga, tavalliga qarab turib chiqqan mazmun ma ikkinchi darsda. Masalih dedik Cemiyetning masalihi bo'lib qolsa haqqullohil xolis. Shaxsning maslahati bo'lib qolsa haqqul mukallaf. Bu shaklda ayrilgan. Shunga turdi. Birinchi tashri'iy qoida shuni o'z ichiga olganki, islomning ahkomlari umumyuzlik shu ahkomlardan kishilarning manfaatini ro'yobga chiqarish maqsad qiladi. Demak, asli birinchi qoidadagi yakun İslamның umum maqsadi masalih, boshqa narsa emas. Endi mushu ikkinchi tashri'iy qoidaga kelsak, bu shuni o'z ichiga oldiki, maslahat, ya'ni hukmni yo'l qo'yish orqali shuni ro'yobga chiqarish maqsad qilingan. Ya'ni hukmning asosiy maqsadi bo'lgan, shariatning asosiy maqsadi bo'lgan shu maslahat. Ba'zida jamiyatning ommaviy maslahati bo'ladi, ba'zida shaxsning xos maslahati bo'ladi, ba'zida ikkilisining maslahati bo'ladi. Shu maslahatga bog'lanib kelgan hukm. Endi dal haqqulloh degandan maqsad mujtamaning haqqi, ya'ni jamiyatning haqqi o'g'ini. Buning hukmi umumning manfaati uchun yo'l qo'yilgan xos shaxsning manfaati uchun emas. Demak, uning umumi tuzumdan bo'lganligi uchun, uning bilan shaxsning manfaati xususiy shaklda maqsad qilinmaganligi uchun buni biz umumning rob bo'lgan Nasning Rabb bo'lgan, kishilarning Rabb bo'lgan Allohga nisbat berilib, Allohning haqqi deb ataldi. Rasummiya haqqalloh. Masalan, asli alaqa banda bilan Allohning o'tirdiki, xususiy ibodat maqsad qilinmadi. Miyadagi ma haqqdir. Ma'u jamiyatning haqqini ko'rsatgan. Ammo mukallafning haqqi degandan maqsad o'zmi shaxsning haqqi. Buning hukmi shu shaxsning xos manfaatini yo'l qo'yilgan. Endi istiqro orqali shu isbotlandiki, shar'iy ahkomli munosabatli bo'lgan kishilarning, mukallaflarningki ish harakatlarining ichidan xolis Allohning haqqi bor. Shuning ichidan xolis mukallafning haqqi bo'lganlari bor. Shuning ichidan ikki haq jo'lashganlari bor. Shuning ichidan ikki haq jo'lashgan Allohning haqqi g'oliblari bor, ko'p. Shuning ichidan ikki haq jo'lashgan mukallafning haqqi g'oliblari biz bayat degandek. Buni biz tashrish orqali isbotladik. Ya'ni ulamolarimiz isbotladi. Endi dal hozir bizning vazifa, shu ulamolarimiz isbotlagan shu istiqrodan chiqarilgandagi bizning vazifa shuni loyiq, to'rt xil shaklga loyiq muomala qilish. Haqqullohil xolis bo'lgan o'rinlarda qanday muomala? Haqqul mukallaf xolis bo'lgan o'rinda qanday muomala? Majtama'a fihil haqqan va haqqullohi g'olib. Ma'ning qanday muomala? Majtama'a fihil haqqan va haqqul mukallaf g'olibda qanday muomala? Mushishlarda muomala qilishni o'rganish. Masala shu. Bugun darsning asosiy maqsadi. Andoz kelayli. Xolis Allohning haqqi bo'lgan ma tarafliga kelsak, fa amma ma huwa haqqun xolisun lillah. Allohning haqqi, xolis haqqi bo'lgan ma nuqtalarga kelsak, bu istiqro bilan tuvandagi bir necha nuqtada to'xtaydi. Masalan, ko'rib boqaylik. Oddiy Masalan, xolis ibodatlar va salat, siyom, zakat, haj. Va mush ibodatlar
şununğa asaslanıp quruladigan iman, İslam, mesela ma ibadatlar ve bu ibadatlarning asoslaridan maqsad din tug'izish. Bu degan bir jamiyatning tuzilmishi uchun zarur ish. Şu ibadatlarning har bir ibadatni yo'l qo'yishning hikmati nimaga asosan yo'l qo'yilgan desa, bu umumning manfaati degan asosda yo'l qo'yilgan shaxs yolg'iz maslahat emas. Masalan, bir xil shakllarda bir xil. İkinci xil shakli kelsak, xolis Allohning haqqining adamgarchilik ma'nosi bo'lgan ibodatlar, masalan, jamiyatning o'tirini bunday yaqinlashtiradigan, jamiyatning o'tini yaqinlashtiradigan, birisi bilan bo'lgan ittifoqini yaxshilaydigan mahallidagi ibodatlar, sadaqatul fitrga o'xshash. Bu bir ibodat. Qaysi nuqtadan desa, kambag'al, miskinlarga sadaqat qilish orqali Allohga yaqinlashadigan nuqtadan. Lekin u xolis ibodat, balki buningda bir xil o'z-o'ziga bir nimba besim bunda. Dariba deganligi bir xil besim silish, tutib olish, ya'ni saqlab qilish, asrab qilish uchun. Mana ma'ularninki buningda ma'unatning ma'nosi bor degani shu bir odamni o'zini tutib olishda, insoniylik bunda xarakterini saqlab qilish degandekchi. Shuningga bu insonning o'zla vajibi. Balki uningga o'zi va shu o'zi oila qilib ko'ngil bo'layotgan kishilari, masalan, uning viloyatidagi iqtidorchiligidagi masalan kichik bolasi, xizmatchi degandek. Agar xolis Allohning haqqi bo'lgan bo'lsa, insonga faqat o'zidan vojib bo'ldi. Va kana yanbaghi an tu'adda zakat. Az-zakat mushturdan hisoblanish kerak, avval turdan emas. Mayli nim bo'lsin. Mayli avval turdan olsun, maturdan olsun, yoki muhim nuqta o'quvchilarning kallasida qolib qoladigan muhim nuqta nima desa, parcha juz'iyatlarni tushunib olish kerak, qallig'ilib olmaslik kerak. Muhim nuqta mayli anda olsun, mayli manda olsun, hammasi Allohning xolisi. Chunki menda masala ijtimoiylik masalasi. Menda ikkinchi qismda favqulodda bunaqangi xususiy ish emas deb ketishning sababi mujtama'likni isbotlash buniki. Mujtamaiyatlikni, ya'ni bu masala shaxsiy masala emasdan va ijtimoiylashgan, odam bilan odamning o'rtasidagi masala degandekchi. Yani zakatmı muşturdan hisoblanishi kerak, avval turdan emas. Bu tur olsunmi, avval tur xolis ibodat. Chunki zakatdimi bir xil pul molga nisbatan bir xil bajning ma'nosi bor, nimishqa qoldirib qo'yish. Dariba asli lug'at ma'noda daraba bir narsani muqim bekitgan degan ma'noda emasmi? Saqlash uchun. Shunlashqa mujtahidlarning jumhurlarning ko'z qarashi bo'yicha ahliyatini yo'qotgan odamning, masalan, ahliyatini yo'qotganligini kichik bola majnundek, mundaq odamning iqtisodida zakat bor. Agar xolis ibodat bo'lgan bo'lsa, bu faqat baliq aqlga vojib bo'ladi. Demak, iyada xolis ibodat emas. Bu liqi ijtimoiylik va daribasi va masalan, buning ma'unati va degandek yordam asosidagi bunda yordam xarakterini olgan boshqalarga degandek manda nuqtalarni bak isbotlab ketishning sababi mahil ibodatninki mujtamaiyatlikni isbotlash. Masalalarga jamiyatga munosabatlik. Chunki hozir biz shu haqqullarni isbotlayapmiz emasmi? Haqqullar degan nima bo'lsa, jamiyatga munosabatlik haqlar. Masalan, 3-qismi terilg'u ziroat urug'lariga faraz qilingan, bekitilgan bajlar masalan, mayli u o'shri bo'lsin yoki davlat tarafidan belgilangan baj bo'lsin, mayli belgilangani öşürlük ziminga öşür yoki nisful öşür olsun. O tafsili ahvali fiqhida bor va uning tirilg'u ahvoliga qarab ba'zida öşür, ba'zi nisful öşür keladi masalan. Yoki bajliq urul ziminlarga, bajliq yerlarga belgilangani xiroj vazifa olsun yoki xiroj muqosima taqsimot shaklidagi xiroj baj olsun. Qanday olsun bu hammasi fiqhdagi masalalar, ammo muhimi mushu bilan qatoriga tava desa haqqullohga tava. Ya'ni chunki bu jamiyatning haqqi bu. Çünkü maksat bajlardan maksat bunu umumi menfaatlarga sarf qilish. Jamiyatning haqqi demakchi. Allati bu umumi menfaatlarni ziminning o'z egalarining qo'lida qilib qilishi va uni mablag' silishi, masalan, ya yo'llarni isloh qilish, suv yo'llarini isloh qilish, ko'rik silish, yo'l hozirlash, tajovuzlikni saqlash, kambag'allarga yordam qilish, miskinlarga yordam qilish, undan boshqa umum manfaat taqozo qiladigan, ijtimoiy kepillik taqozo qilgan nurg'un masalalar bor buningda. Mushu taqozo qilgan bajma u. Anoganda bajning xarakteri ijtimoiy o'g'ashqa buning xarakteri nima? Biz bugungi dars bo'yicha haqqulloh deb bekitamiz. Buningdan hech kimning chiqib turish huquqi bo'lmaydi. Illaki valiyul amri shu vaqtdagi maslaha, ya'ni shu dediqku, maslaha asosi o'g'achqa maslahaga qarab turib, ancha-muncha o'zgarsa, qoldirish, elish masalalarini beksa, u boshqa. Unda boshqa shaxs yoki bu degandek elbette huquq olmaydi.
usul ulamaları aşırılık zeminin bejiga bunu mauna yarda. Yani bunun da ibadet manisi var deb bunda atıdı. Xiraj bajning xirajlik bajlik yani bejiga bunu mauna bulup uqubat manisi var deb bunda atıdı. Aşır degan Allah tarafından belgilengan, ma baj degan oljalangan ziminlarni igisining qo'lida qoldirib, ashyadan bajarishni ko'rsa demasin, buning asli xarakteri ma'noqtin bo'lgach, ashula kishilarga nisbatan, ashulaqa fatiha qilingan zimindagi qadamlarga nisbatan bir jazo hukmligi deb menda ishlatgan bo'ldi herhalde. Ammo illat u ikkisining har birisining ma'un yordam ekanligida buni nuqta aniq oshkora. Ma'una varish kelsa ma'una bular. Yani av mauna. Lekin av kan ibadet karakterdeki mauna, mao ceza karakterdeki mauna. Lekin mauna ekanligi aniq. Chunki mauna deganimiz ma bihi biqa'uhu. Yani ashuni qoldirib qo'yish uning sabab bo'lgan narsa. Yani shu orqali shuni qoldirib qo'yish sabab bo'lgan narsaki mauna shu egilarining qulda qilib qilish uchun shu xirajni to'lash kerak. Mana mauna. Ammo baj degani şu arqılıq ziminning o'z ahlining qo'llarida qilib qilishi tajovuz qilinmagan asosda bunda mablag' sirilgan shaklda bo'ladi. Ammo ushurlik ya'ninki bejidagi ibodatning ma'nosiga kelsak, bu ham zohir. Chunki yerdan chiqadigan narsalarning zakatning masarif urug'iga tasarrufat qilinadi. Bu zakatni Alloh tomonidan qana qilingan belgilangan, bunda o'g'achqa ibodat ekanligi aniq. Chunki bash farazning birisi. Ammo bajlik zimindagi bajning uqubatning ma'nosi bo'yicha bu oshkor emas. Chunki xiraj bir baj. Buni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu g'ayrimusulmonlarning qo'lida qoldirib qo'yilgan tirilg'i ziminlarga belgilagan. Nimishqa umumning manfaatiga sarf qilish uchun. Ya'ni Alloh musulmonlarning qo'lidagi ziminga belgilagan to'langning chiqimning qarshi shaklda, o'xshash shaklda. Uni umumning manfaatiga sarf qiladi. Masalan, deylik, Alloh musulmonlarga o'zining ziminidan chiqqan narsalarga 10dan 1 baj deb atamaylarmi? Zakatni 10dan 1 zakatni chiqarishga buyurdi. Bu 8 o'rinli ishlatildi bu. Dal mushininki o'xshash shaklda, chunki umum puhra. Gerçi musulmon bo'lganlik bir jinoyat bo'lmagandan keyin musulmonlar xuddi ziminidan chiqqan mol mulklardan zakat ho'shir olgandek islom doirasida yashagan g'ayrimusulmonlarni o'zining qo'lida qolib qolgan zimindan chiqqan narsani ma'lum darajada ayirish kerak. Bu manda bir o'xshashlik nuqtasi bu-chu. Ma nuqtadan bunun jazo ekanligi oshkor emas. Jazo deyish xato demakchidir, aniq emas demakchi. Mishqa musulmonlar qiladi buni. Bunun tülügünü çıkarğını Müslümanların o'xshash qo'y demakchi. Her halda Ömer radhiyallohu anhu bilan mushu baj haqidagi cho'ng sahobalarning o'tirisida almashtirilgan fikrlardan buningda uqubatning ma'nosi chiqmaydi. Endi mendagi darsda ba'zi bir tafsilotlarga kirib kengaytib o'tdi. Ammo men bir yakunlab o'tay, kallangda mayni qo'yib ketsin. Meyli haqqullah babida Haqqullah babıga misal qilib akilingan, turib akilingan birinci tur, ikkinchi tur, üçüncü tur olsun. Bunun da hammasi abtur asosliq bekroq ifodalamoqchi bo'lgan nuqtasi nima o desa, uni deydi, buni deydi. Uning xarakterini chiqaradi, muammoni belgilagan manda shuni hammasi maqsad yuqoridagi turlarninki ijtimoiylikni isbotlash. Masalan, baj masalasi olsun, yoki zakat masalasi olsun, masalan zakat meselesi olsun. Veya ki başka meseleler olsun. Namaz olsun mesela. Zakat, roza olsun, zakat, hac olsun. Hemmesinden ictimailik münasebet tarafını bizge çıkarıvatıdı. Şu tüpeyliden yukarıdaki türlerin karakteri Hakkullah el-Halis deb bektildi. Şuna bektilgen vaqtida bizning darsimizdagi ikki tur emasmi? Haqqullah, haqqul mukallaf deb haqqullah turi kirdi. O vaqtda qiladigan muomalamiz shu bo'yicha bo'ladi. Abturning bayatdan birlikqa masalalarni kengaytib bir muncha gaplarni qilib ketishining sababi, birdan-bir sababi qayta ko'rib baqsak, shuni his qila olamizki, ijtimoiylikni, shaxsiy masala emasligini, umumiy munosabatlik ekanligini, maslahasiningki ommaviy ekanligini isbotlash. Shuni isbotlab olsa, biz yuqoridagi o'tirib qo'ygan haqqullohil xolisni tahtiga kiradi. Ma 3 tur. Endi 4-tur. Jihad bilan g'animat elinadigan mol-mulklarda bekitilgan ba'zi bir chiqarilmalar bor, ya'ni baj deb qo'ydi. Bajdan boshqa atalg'imi yo'q. Chiqarilmalar, moldan chiqariladigan bir qismlar. Ondan keyin ziminning ichidagi
tepiradigan kan yo baylıqlar var. Manındımı ma'lum bir töle çıkarılımlar var. Mesela 5 temre o bu degende ekan. Şari ganimetninki 5'te 4 ne? Ganimetninki 5'te 4 degini 5'ten 4 degini. Ghanimillarga, ganimet algan askarlarga, jangchilarga 5'ten birini umum menfaat uchun qilib berdiki, buni Qur'oni Karimda wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa. Allah ve Allah'ın Resulü için depolup tefsilatı velizul qurba vel yatama vel mesakin ve ibn sabil ga 5'ten biri davatıdı. Allah 5'ten biri haqqullah. Onu da ne etkin olmuş bir iş hukuk olmaydı. 5'ten 4, yani 5 4 o askerler yani olca ağalarınki. Dedi ki haqqullah fa anna lillahi depolup velir rasul depolup velizul qurba degenim dağına bir xil nimani ifodalatydy, umum menfaatni ifodalatydy. Demek Mavlamı nimaning qatoridan haqqullahil xolisning qatoridan. 5-incisi bütün jazolar, had hududlar, masalan zinaning haddi, o'g'rilikning haddi, Allah'ın Resulü'ne karşı çıkan bağıylıkның haqqı masalan, İslam cemiyetiga karşı çıkan, ziminda yaman iş qilgan masalan. Bularning hammasi cemiyetning haqqı. Eğer zinanın haddini o'rinlashtirmagан vaqtda jamiyatda odam o'zining sharifiga, oilasiga amin bo'lmaydi. O'g'rilikning haddini qilmagan vaqtda jamiyatdagi kishilar o'zining mol mulkidan amin bo'lmaydi. Buğatlarning haddini o'rinlashtirmagan vaqtda o'zining jonidan amin bo'l. Bularning hammasi jamiyatning haqqi. Demak, bularni haqqullohil xolis. 6-cı turi naw'un min al-uqubatil qasira. Bir qism jazolarninki yuqoriga o'xshash komil jazo emas, kam jazo degani jazoli yo'q, mukammal shakldagi jazo endi. Mao aning qirg'an vaqtda oddiyroq darajasi to'roq jazolarninki birlik turimi? O'sha nimaga tava yana haqqullohil xolisning ichiga tava. Masalan deyli, qotilni mirosdan mahrum qilmoq. Bu degani qasr jazo bu. Qasr jazo degani evoladigan jazo. Bir narsa berilmaydi, ziyon bo'lmaydi, lekin erishdigidan mahrum qiladi. Abayatdanki banasini yo'q qilib, masalan, zinaning haddi desa, saq odamni to'qmoqlaydigan gap, yoki tirik odamni o'ltiradigan gap, o'g'liqning qizi baqolni kesadigan gap, mavkamil. Qotilni mirosdan mahrum qilish jazo, lekin hech nima kamlab qolmaydi. Balki oladigan qilishmayman, mana o'qtidan. Yani qotilga bu jazo tufaylidan badaniy ta'zib yoki iqtisodiy jirmona qo'yilmaydi. Faqat erishdigan qilishmayman, shu ma'noda qasr deb ataydi. Bu Allohning haqqi, chunki unda maqtulga hech qanday manfaat yo'q. Buni qo'lni kessak, aniq manfaat yo'q. Uni 80 to'qmoqni yoki 100 to'qmoq salsak, zina qilgan odamga hech qanday foydasi yo'q. Bu mu'minning qatoriga tava, haqqullohil xolisning qatoriga tava. 7-incisi ibodat hukmi bo'lgan jazolar, masalan deyli, qasmini buzgan odamga berilgan kafarat. Ramazonni qasam iftor qilgan odam berilgan nima? Kafarat. Xatoan odam o'ldirgan, ayolini zahar qilgan odam uchun berilgan kafarat. Bularning ham jazo. Chunki u bir ma'siyatga berilgan jazo bo'lib, shuning uchun buni kafarat deb atadi. Kafarat deganligi yo'gash degan ma'noda emas, ya'ni gunohni yo'gash degan ma'noda. Buning degani ibodat ma'nosi, chunki u ibodat ishlari bilan ado qilinadi. Masalan, kafarat ya ro'z tutish, 3 kun ro'z tutish, yoki bo'lmasa sadaqat qilish 60 miskinga 10 miskinga degandek, yoki qulodat qilish degandek hammasi ibodat xarakteridagi jazolar. Bularmi jamiyatga munosabatli ham deydi, Allohning haqqi. Demak, mushul turlarning hammasi Allohning xolis haqqi bo'lib, bularni yo'lga qo'yish umum kishilarning umum manfaatini ro'yobga chiqarish uchun mukallafning bunda ixtiyori yo'q. Mukallafning buni tushunish huquqi yo'q. Chunki mukallaf o'zining haqqini tushunish talaydi. Ammo bir namozni, ro'zni, hajni, zakatni, vaj sadaqatni yoki belgilangan chiqrimni, masalan, bajni yoki bo'lmasa ma'uqubatlardan bir jazoni qanaqa o'tam tushunib o'tmaydi. Chunki bular bandining haqqi emas. Xarakterini bekitsak, hammasi berib jamiyatning ma'lum bir sohasiga, ma'lum bir turi, yoki jamiyatdagi ma'lum bir ishlarni ro'yobga chiqarish, ma'lum bir zararlarni daf qilish degandek bir nuqtalar qo'yib taqishadi. Amaliyot shaxsga maxsus muayyan bir shaxsga bog'langan taraf asosan yo'q deyarlik. Shu bular Allohning haqqida bekitiladi. Xarakter jihatda muomala qilishda bulardan tushkul olmaydi, chupakil olmaydi, voz kechkil olmaydi. Chunki bandining haqqi emas. Ammo bandining, shaxsning, mukallafning xos haqqiga kelsak, buning misollari nihoyat oddiy. Masalan,
تضمين من أتفل المال بمثله ما أتلف المال بمثله أو قيمته. Mesela başkalarının pul malını veyran qıvatgan, halak qıvatganlarga şu pul malını öz oqşusu bilen yoki qiymat bilen tultish haqning mashinasini bitirib qilib etdimi, o'rib etdimi, uni qildim, buni qildim, to'lashim kerak masalan. Bu bendan xolis haqqi. Agar mashinaning egasi bo'ldilar, alog'iniki emas, men o'zimga ko'lasin desa tugaydi. Mana bu mal egasining xolis haqqi. Xolisa tultidi, xolisa tashlaydi. Göre qo'yilgan bir ayni narsaning birini sulab qo'yish, göre nima qiluvchininki xolis haqqi. Xolisa qaytirib bersin bo'ladi, xolisa ko'ra shaklda olib qolsin bo'ladi. Masalan, qarzni talab qilish, qarzni pulimni baslab qo'jam deb talab qilish qarz egasiningki xolis haqqi. Bo'ldi, yutib desimi bo'ladi yoki pulni baslab menga pul lozim bo'ldi desa bo'ladi, ixtiyori. Demek, xulosalasak, shari ma haqlarni o'z sohiblariga isbotlagan. Bular uchun ixtiyorlik va agar xolisa haqlarini to'liq olsin bo'ladi, topshirib talab qilsin bo'ladi, istav. Agar xolisa cho'zsin bo'ladi, tanozul qilsin bo'ladi, chunki har mukallafningki o'z haqqi tasarrufot qilish huquqi va ma'lum manfaatlarning qatoridan emas. Agar bir odam men bir do'stimniki yoki ma'lum shaxsniki ma'lum bir pulimni yoki iqtisodimni haqqimni yutib olsam, hech kimga ham bo'lmaydi. Aksiya foydasi bo'lsa ba, lekin bizga ham bo'lmaydi. Ma'o xolis bendan haqqi. Ammo ikki haq va Allohning haqqi g'olib bo'lgan taraflari, masalan, qazfining haqqi, boshqalarga tuhmat chalab, qilmag'ashni qildi deb ustiga chaplashtirsa. Masalan, xususan, buning eng ig'iri mushu zina bilan tuhmat chaplash, eng ig'iri, chunki insonning izzat sharafi bu, hayoti tugaydi shuni bilan. Manda bo'lib qolgan ahvol ostida buningda insonning uchraydigan zarari mi bor? Ammo jamiyatning uchraydigan zarari texmi ko'p. Agar bu cheklanmagan vaqtida yoki yo'l qo'yilib ketsa, u tuhmat uning chaplayversa, hammadan to'g'ri gap qilinaversa, jamiyat bir xil ishonchsiz, hech kimga ishonch qilolmaydigan. Xuddi hozir bir qism jamiyatlarimizda hammadan xoin deydigan, hammadan past deydigan, masalan, o gumonliq va onun bir ishi var. Masalan, falanlar yuriydi bir tutqun chatiq vajima. Jamiyatni xuddi saqodam qolmagandek, bu jamiyat emin bo'lmaydi uningda. Shaxsning g'imotigidigan ish jamiyatga tegadi, ammo jamiyatga bo'lgan ta'sir bak yomon. Shaxslar cheklanib qolsa, bir odamda to'xtaydi, ammo keyin ketgandan keyin ishi bor. Mana chunki u bir tarafdan kishilarning izzat obro'yini saqlash ve tajovuz qilish, o'zaro urushish, taadi, taqotul degan o'zaro urushib bunda birisi bilan tajovuz qilishdan cheklash bo'lib, umum manfaatni ro'yobga chiqaradi. Undaganda Allohning haqqi bo'ladi. Yana bir tarafdan bu tuhmat chaplangan pak ayoldan nomusni deb qilish, uning sharafini, pokizligini qana qilish, e'lon qilish. Mana nuqtadan bu xos manfaatni, maslahani ro'yobga chiqaradi. Amelleştirdi. Andoganda bu şahsning haqqi bo'ladi. Demak, bunda bir tarafdan Allohning haqqi, bir tarafdan shaxsning haqqi. Lekin avvalgi taraf jazoda sal nimroq oshkoraroq. Shunga Allohning haqqi bunda g'olib bo'ldi. Shunga maqzufaning tuhmat chaplangan ayolninki qozifdan hadni cho'zish huquqi yo'q. Masalan, bir ayol tuhmat chapildi, bu askish qildi deb guvoch so'mmoqlik tufayli uni 80 uradigan bo'ldik. Ma ayol ichi og'rib, bo'ldilar. Ma chapilib olganga heshim bo'lib qolmadim. Men ütib o'tay desa, uning huquqimi. Chunki ma'noda aning haqqidan jamiyatning haqqi ko'proq, Allohning haqqi. O ayolninki hadni uzib to'g'ish huquqim yo'q. Chunki Allohning xolis haqqi bo'lgan hududlar, yoki Allohning haqqi g'olib bo'lgan hududlarni faqat veliyul emr, yani hukumat deb atabdi. Shu jamiyatni boshqarayotgan nizom veliyul emri ma ijro qiladi. Jinoyat o'tkazilgan, jinoyatningki qurbonligininki uni o'z oldiga to'g'ish huquqi bo'lmaydi. Ma aniq qilgan muomala. Ammo ishga haq jug'lashqa ishga haq bor. Mukallafning haqqi g'olib bo'lgan masalalar bor. Masalan, qasdan qotillik qilgan odamning qisos olish. Birini qasdan o'ltiribdi birisi. Zayd amrini o'ltiribdi. Bu amrining o'ziga qilgan bir tajovuzchilik, amrining oilasidagilarga nisbatan bir alam. Ama uni yeni bir tarafdan jamiyatdagi bir aminsizlik. Ama aning qarg'a vaqtda odam shaxsga bo'ladigan tajovuzligi bek ig'ir. Chunki bir odamni o'ltiradi u, nohaq. Haqsiz o'ltiradi, qasdan o'ltiradi. Bir odam o'ldi, hayoti tugashdi. Ma shaxs qilgan masalasi ig'ir ma'ninki.
Yani qisas bir tarafdan buningda kishilarning hayotini kapolatga ega qilish orqali saqlab qilish bo'lib qolsa, saqlab qilish nuqtasidan bir tarafdan yana uningda kishilarningki ularni o'zining jonlariga amin qilish orqali kishilarning hayoti bo'lsa, bu umum maslahatni ro'yobga chiqarsa, yana bir tarafdan buningda maqtulning egilarininki qalbininki shifo tepish bo'ladi. Ularning g'azab o'tini o'chirish bo'ladi. Ularning qotilga bo'lgan o'chmanligini o'chirish bo'ladi. Ma nuqta xos manfaatni amalashtiradi. Lekin ikkinchi taraf g'olib. Chunki birinchisining ziynidan ikkinchisining ziyni axir. Unda jamiyatga qarab baqsaq, qisas ilinmasa, men ani o'ttasam. Uning valilari kelib men o'ttasam. Mening valilarim kelib ani o'ttasam. Ashtaola bir xilalikqa shaxsiy, masala eg'irish bitgan gap mayadi-chu. Qotilni qisas solish eng muhimi qarshi tarafni sal taskin topqizadi. Balamni o'ttagan odamdan qisas oldim degandek-chu, akamni o'ttagan qisas oldim degandek. Shunlashqa bu g'aliban mukallafning haqqi bo'ladi. Agar maqtulning valisiga afu qilib o'tish walau jaza li wali al-maqtul ya'fu. Demak, buningda shunlashqa maqtulning valisiga undan afu qilish to'g'ri bo'ldimi? Lav asal urunsiz kelganda qiladi, ha. Unda olgandan keyin qisas qilinmaydi, masalan. Qotildan faqat maqtulning valisining talabi bilan qisas qilinadi. Mush nuqtalar var, masalan. Demak, bir qotilni afu qilish bo'ladi, chunki mukallafning haqqi buningda sal g'olibroq. Demak, yuqoridagi tushuntirishlardan shu elindiki, Qur'onni belgilangan uqubatlar va 5 dona shar'iy hududlar. Bu 5 dona shar'iy hududlar ichidan xolis Allohning haqqi vardir va hadduz zina, hadduz sariqa, hadduz sa'i fil ard, fasadan fil xuruj alal jamaa. Ya'ni ko'pchilikka qarshi chiqib, zaminda yomon ishlarni qilib, manganning jazosi, o'g'irlik qilganning jazosi, zinaning jazosi. Bu xolis Allohning haqqi. Bilinglar ko'z bayatni yakuladik, chippaga bo'lmaydi. Keskin ijro qilinadi. Shaxs emas, jamoat, ya'ni amir, valiyul amr ijro qiladi. Bu 5 haqning ichidan ikki haq ijtimoa jo'lashgan, Allohning haqqi g'olibdir va muhsanatlarning qazbisining haddi, pak ayollarning to'machaligining haddi. Ma ikkisida yuqoridagi xolis Allohning haqqida va Allohning g'olib haqqi olingda jinoyat o'tkazilgan odamning jinoyatini afu qilishga ega emas. Hatto uni jazolashga o'z oldiga ega bo'lishmi huquqi yo'q, ega emas uningga. Chunki Allohning haqqi xos yoki g'olib bo'ldi, mukallaf uni tushunishga huquqi yo'q. Buni ijro qilishga bog'langan shaxs umumiy imom, umumiy rahbar. Masalan, navbatga holab qolsa hukumat masalan. Endi shu hududlarning ichidan ikki haq jo'lashgan mukallafning haqqi g'olib bo'lganlar va masalan qisas, jinoyat o'tkazilgan odamningki qotildan afu qilish huquqi bo'ladi. Agar qotilga qisas elib, qisas hukm qilinsa, uning hukm o'z oldiga ijro qilish huquqi bo'ladi masalan. Sotdan masalan, qozidan qisas elinadi desa, vali qotilning maqtulning valisi kelib, o'zi qurolni elib ijro qilsa bo'ladi masalan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abd wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un. Apoqlansa bo'ladi. Qarshi tarafning apoqlanib kelsa bo'laveradi. Demak, endi yuqoridagi tushuntirishlardan ikki ish o'tirg'i chiqdi, oshkorlandi. Mimma taqaddama yatabayyan amran. Birisi shar'iy hududlarning har birisida Allohning haqqi, ya'ni mujtamaning haqqi. Lekin mushaq ba'zida xolis Allohning haqqi bo'ladi, ba'zida uningda shaxsning haqqi bo'ladi, yo rojih yoki marjuh shaklda. Mushuni qarab turib muomala qilamiz. Xolis Allohning haqqi, Allohning g'olib haqqi, shaxsning g'olib haqqi. Ma nuqta. Bu bir ish. Ikkinchi ish, shariatning haqqi taftariq. Shariat, islom shariati ayriladi, taftariq. Ma'nodagi va ma'anasi ekan-ku, shariat, islom shariati bizning hozir bizning yashayotgan jamiyatdagi yerlik qonunlardagi jinoyat qarshi bilan qasddan qotillik qilgan odamni qisas ilishni jazolashda sal farqlanadi. Zina qilganligi isbotlangan ayolni jazolashda farqlanadi. Ma gapni deb qo'yishi Abdurning o'zi yashagan jamiyatdagi umumiy qonunni bag'ishlarini qilib qo'yish, amaliyotda bunday qonun hamiyada o'xshamaydi. Shunlashqa ikkinchi turini qalbimizga olmasak bo'ladi. Abdur yashagan shu vaqtdagi Misrning jamiyatida ijro qilinayotgan masalalarni selishtiryapti. Ammo hamma jamiyat, yoki biz yashagan hozirgi jamiyat o'xshamaydi uningga. Shunga ikkinchi tur chiqmasin bo'ladi. Har holda birinchi turini qalbingizga qolsanglar bo'ladi.
Masalan, Abdur o'z yashagan jamiyatdagi jinoiy ishlar qonunidagi qasddan qotildan qisoslanış masalasi, zina qilganlikka isbotlangan ayoldan jazolash masalasi bilan islom shariatidagi mushkil masalalarning o'tirini farqlantirib bizga bir-birlik masalalarni davatida qani o'qib bitib ketaylik, bizning qalbimiz eshitib qolishi mumkin. Islom shariatida jazoda majni alayninki haqqini qildi. Veliyul amr, veliyul maqtulninki haqqini qildi. Ve bunun da Allah'ın hakkını, cemiyetinin hakkı var. Mecni aleyhinin hakkını ercah kıldı İslam. Ercah kıldı. Bunun da mecni aleyhininki raci hakkı var degen asasen egiş kıldığın netice neymi o dese, İslam şu katilinin, maktulununki velisiga davanı, kısas ilişki, hüküm kılışını, talep kılışlarını dava erz kılış hukuku kıldı ki İslam'da maktulunun sahipleri, evliyaları dava qilsa bo'ladi, o'ltirib bersin. Va yana islom shunda haqni bekitdiki, agar qisos bilan hukm qilib qolsa sotdan afu qilish haqqini nima qilib berdiki, afu qilsin bo'ladi. Yoki o'zi ijro qilish nima uningga badi, aytvalda tanfizligini ijro o'zining ega bo'lishini ruxsat qildi. Demak, islom mojiatda kimning haqqini g'olib qildi desa, bandning mukallafning haqqini g'olib qildi islom. Va buning asosan shuningda Allah'ın haqqı var deganligiga asosan nima kirdi desa, hukumatlar majni alay afu qilgan holatda jonini, jinoyat o'tkazuvchini uni va boshqalarni cheklashni o'zi muvofiq shaklda jazolasi bo'ladi. Masalan, maqtulning avliyolari, valilari bo'ldi, o'tdik, o'ltamizmi dedi, ammo uni qo'yitish bo'lmaydi. Hukumatdan qarab qo'yasimi bo'ladi? Unda tuyuqsi favqulodda bir aqtimiz bo'lib qolgan ish bo'lib qolsa, ammo jamiyatda yamrab ketgan yoki bo'lmasa uning ta'sirida boshqalarga yomon ta'sir bo'lib qolsa, shu vaqtdagi hukumatlar vali afu qilgan bilan hukumat qanday qilsa bo'ladi uni ancha-muncha jazolab, muvofiq shaklda jazolasi bo'laveradi. Chunki undan nimaning haqqi bor, jamiyatning haqqi bor. Chunki haqning ishga sohibining birisining tushib berganligi, yana birining haqqini jubulatmaydi-ki, jamiyatning haqqi bor unda. Islomning qasddan qotillik qilish tiki hukmi. Yani yerli kanun qarab bakın, Abdur yaşayan yerli kanunda. Ama yerli kanunlar kelsak, muşu uqubatni xalis jamiyatning haqqi qildi ki, davoni ko'tirish qotilga qarata bu umumiy niyobat taftish deb qo'yamiz. Taftishning nimasi alohidligi taftishninki xas ishlari. Buni shaxslar talab qilmasa-mu, hukumat o'zi ijro qilib, taftishlar uni tekshirib chiqib, sot qo'yolib, sot unda qilib degan ishlar. Jinoyat o'tkazuvchi afuqmi emas, bevosita ijroga egabaski, hamma hukumat qiladi masalan. Afu haqqi bevosita ijro qilish deganlar hammasi veliyul amrul am degani bosh huquq egasining hukumatning huquqi deb yerlik qonuni bunday qiladi. Islom bilan yerlik qonunning farqini chiqarib o'tdi. Ijro qilinayotgan, o'zgarishgan jamiyat ijro qilinayotgan farqini. Islom bunday qildi, yerlik hukumat bunday qildi. Ma'laqi qasddan qotillik qilish haqidagi masala. Amdalaqi zina qilib isbotlangan ayol jazolash haqidagi islom bilan yerlik qonunning o'tirdagi farq. İslam şeriatida majazani xolis Allohning haqqi qildi. İslam ajoyib farq var mı? Aslında üstünler. Jamiyatning haqqi hech kim o'chib turish haqqi olmaydi. Zaniyaga qarata davoni ko'tirishni umum niyobatning taftishninki xos ishlarining qatoridan qilgani shariatda zina qilingan isbotlansa, o zina qilingan ayol yoki uning eri tuqqanlardan chataq yo'q. Bevosita o'ziga bo'ladi. Shu ish egalari. Hukmni ijro qilish icra hukuk organlarınınki xas işi. O ayolning iri yoki undan boshqa har qanday shaxs uning qarşı da'vo ijrosini to'xtatish, hukmni uning qarşı sodir bo'lgandan keyin ijro qilishni to'xtatish huquq olmaydi. Bo'ldi, men rozi bo'ldim, ayolim bilan zina qilibdim, mayli desam, yo'q. Bu degan xolis Allohning haqqi. Sening ishing yo'q bunda. Ammo yerlik qonunlarda da'vo faqat ayolning er tarafidan shikoyat bilan ko'tariladi. Arz qilindi. Kishi mening ayolim haqolan zina qilibdi, meni so'rab turinglar desa, uni ijro qiladi yerlik qonunda. Bo'lmasa, ixtiyoriy. Kishininki shu ayol qarta da'vo ijrosini to'xtatish huquqi bo'ladi-ki, mayli. Yoki ayolga hukm qilingan bo'lsa, ijroni ayollarni o'y tutaverma deb hukmni to'xtatish huquqi bo'ladi. Buni model shariat bilan yerlik qonunninki alohida farqi. Shariat ustida, ma'asida. Aslında üstülam, igiz pastda bu ikkisi. So'ngan bugungi darsimiz oxirlashdi. Bugungi darsni xulosa qilam, shariatdagi ahkomlarga muomala qilishda qonun xarakterini bekitish muhim. Had hudud
farz vacibatlarni muomala qilishda Allohning haqqi bo'lgan jamiyatning xarakter jamiyatning haqqi bo'lgan ishlarda bir huquq olmaydi ekanki kesin ijro qilinadi. Mukallafning haqqi bo'lgan o'rinlarda banda qana qilsa bo'ladi. Mukallaf shaxslar chüppasi bo'ladi. Uning ma'lum darajada huquqi bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.